yangi domimizlagan yaqinlar uchun maxsus Yevro remontdan chiqqan domimiz. Natujniy patologlar domimiz yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Korobka holatda remont mana shu holatgacha kelib to'xtatilgan. Bu yer dushovoyimiz. Dushovoy narsalarni o'rnatish kerak. Bu yer hojatxonamiz. Unitazlar, mayda juda ishlar qo'ygan. Bu yer oshxona qismimiz. Bu yer ajoyib remontlarda aboylar bilan uyimizga suvlar kelib turibdi. Faqat shu o'zingizga moslab, jihozlab yashashga tayyor holatda bu bir yotoqxonamiz. Uyimizning kvadrati 8617 kvadrat. Uyimiz 2 xonadan iborat. Xonalar katta-katta. Bu ikkinchi xonamiz, mehmonxona, ko'rishingiz mumkin. Xona ham ajoyib remontlari. Uyimiz 5-etajda joylashgan. Hozir tushuntirib o'taman. 24/7 yubileyni chorrahada kelishga pedapga yetmay 10 qo'ldan. Uyimizga ataptena sistemalar o'rnatilgan, faqat aytilgan boshida aytib o'tgandek, katyol, vanna, ili hojatxonani mayda-chuyda remontlari qolgan. Uyimizga polni svetlari qo'yilgan, hamma joyi ajoyib holatda, o'zingizga moslab jihozlab, bemalol yashashga tayyor. Uyimiz to'liq gazlashtirilgan. Hozir yangi qurilayotgan uylarga o'xshab elektrika emas, mana gaz turbalari kelib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Hammasi ajoyib holatda. Aytishadi, kelish kerak, olish kerak, yashash kerak. Uyimizning narxini 690 million deb baholayapmiz. Savdosi bor, kelib bemalol savdo qilishingiz mumkin. Pastda nomer qoldirib o'taman. Nomer orqali bog'lanib, kelib ko'rishingiz mumkin.